Men bilan spor o'ynayotganlar, dekapol tualetga bo'lmaydi, ish ketadi deyotganlar. Mana ofis ochilgandan beri suvda turibdi bu parchasi. Na rangida o'zgarish bo'lgan, na ishib ketgan, na nima bo'lgan. Eng qizig'i bu narsa ancha-munchaga yonmaydi, mana alanga olib ketmaydi. O'rtoqlar, mana ko'rishinglar mumkin. Mana yonib ketmayapti, to'g'ri kuyishi mumkin. Bu tabiiy hol. Любой narsa yonadi. Eng qizig'i bu kvadratlardan o'tish uchun munosib narsalar. Proshniy materiallar, eng qizig'i katta list bo'ladi. Kopeyka narxga, juda ham katta ob'yemlarni bitirgan zonasi. Tashkent City Mall mana shu materialdan foydalanishgan. Ko'rgan bo'lsanglar. Mana tayyor showroomlari ham bor, ko'rsataman sizlarga. Mana shu devorda o'ziga 4 dona list bilan ish hal bo'lgan. Maktab qurayotgan akalarimiz, maktabni rekonstruksiya qilayotgan akalarimiz yoki katta ob'yemda olib qo'ygan tez fursatlarda bitkizish kerak bo'lsa, mana zamonaviy yechim sizlarga. Juda ham chiroyli svetlari, juda ham chiroyli nimalari bor. Mana bunaqangi oralariga maxsus narsalarni shu yerda o'zidan topasizlar. Hojatxonaga ham mumkin, eng qizig'i. Prochniy material, hech nima bo'lmaydi. Maza qilib ishlatasizlar. O'zbekiston bo'ylab hamma mahsulotlarni yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Onlayn katalogimiz mavjud. Kommentariyaga kim narx so'zini qoldirsa, o'lchamlari, narx-navolari haqida hamma ma'lumotlarni taqdim etamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, dizaynlari ham dahshatlari bor. Bu dekapol deb nomlanadi. O'zbekistonda bitta bo'lib turibdi bu material. Hozir mana odamlar simidan kelib ketib olib ketishyapti. Sizlar ham bog'laninglar, katta ob'yemlarni mana shu dekapolda bitkizsalar yutasizlar. Uylarga ham, ofisga ham, maktab, bog'cha, любой narsa ketaveradi.